Assalomu alaykum. YouTube'da kuzatib borayotgan bizni obunachilar mana bodamlarni ko'chatidan ko'paytirib qo'yganmiz. Mevalari mana qildi, xudo xolasa. Bu mevalar yupqa po'choq bodam bo'ladi. Sortlari yong'oq bodam deyiladi. Mana egizi yerlarga ham tushib ketdi mana mag'izlari. Bismillah. Mag'izlar shirin bo'ladi. Toshda yo bolg'ada oqtarib yurmaysiz. Qo'llaringni oddiy holatda mana archilaveradi, chaqilaveradi. Faqat egizi. Mana mevasini bitta ko'rsatib yuboring. Hosili juda zo'r bo'lgan. Olib keling bu tomonga. Bu tomonga ko'rsatib qo'ying. Mana hosillarni qaranglar, o'ta go'zal holatda mana mevalarni. Qarang, mana bitta shoxida solgan mevasini mana bu tomonni ham, mana bunisini ham ko'rsatib qo'ying. Albatta Quvayli dehqonga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada dehqonga omadni yozib o'tkazinglar. Qanaqa savol javoblaring bo'lsa, telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Ko'rsatlarga ham savol javobga ham telefon qilaverasizlar, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Savollaringga javob berib o'tamiz. Mana bodam qilmayapti deganlarga mana bodamlar xudo xolasa chiroyli bo'lib meva solgan. Oddiy holatda mana qo'lda archilib ketyapti mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Albatta Quvayli dehqonga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada yozib o'tkazasizlar. Ko'chatlarga aloqaga chiqaverasizlar. Noyabr oyidan xudo xolasa sotuvini boshlaymiz. Hozirdan telefon qilib zakaz qilib qo'yinglar. Albatta buni ko'chatlar faqat kamroq ulangan. 1000 dona bodam ko'chatlarimiz bor. Tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, like bosib.